Assalamu alaykum. German tilini öğreniyotgan dostlar, yaxshimisizlar? Til öğreniş, german tilini öğreniş seferinglar yaxshi ketib boramdi. German tili dunyodagi tez tillarning birisi, ama dunyoda ya'ni qanday deymiz, qiyin ish yo'q olamda ko'ngil qo'ygan odamga deb o'rgangan siri, ichi kirgan siri bu tilning ya'ni bir şekilde o'rganib ketgil bo'ldiganligini his qilg'il bo'ldi. Yani şahsen ben şunu his qilg'liq. Endi bugun sizlarga qisqacha 6-chi dialogimizni deb tushuntirib o'tay. Yangi boshlaganlar uchun bu videolar. Keine Zeit für Treffen. Bu 6. diyalogumuz. Yani uçurishqa vaqt yo'q. Keine, nicht deganlar bo'lishsiz jumla qildigan so'zlar. Hamda keine Zeit. Zeit degan vaqt degan gap. Yani treffen degan uchirish degan gap, yani uchirishqa vaqt yo'q. Bu yani ikki er kishining o'tirisida bo'lgan dialog. Max bilan Alex. Yani bu ikkilan uchirishdiganga vaqt yo'q ekanimda. Nemishqa vaqt yo'q, nima sabab bo'ldi yoki nima uchun shunchalar aldirash deganlarni dialog ichida ko'raylik. Bu dialogda haftaning 7 kunini o'rganamiz. Bir o'qib o'tib ketaylik. Die Woche hafta, ya'ni dushanbadan boshlab yakshanbagacha. Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Dialogimizni qaraylik. Uchirishqa vaqt yo'q. Keine Zeit für Treffen. Alex Max'ni ko'rib salom qildi. Hallo Max. Arbeitest du diese Woche? Yani Max, yaxshimisan? Bu hafta ishlamsan? Arbeiten degan ishlash, xizmat qilish degan gap. Bu ikkinchi shaxs duga qarata turilinishi, ya. Arbeitest du diese Woche? Bu hafta ishlamsan? Max javob berdi. Nein. Yo'q. Montag und Dienstag, dushanba va seshanba, arbeite ich nicht. Yani ishlamayman. Yani ich arbeite nicht desem bo'ldi, yani, ya. Aber Montag habe ich um 14 Uhr Basketballtraining und dann repariere ich auch mein Fahrrad. Das ist schon lange kaputt. Yani dushanba va seshanba men ishlamayman, lekin dushanba kuni mening soat 4 da basketbol tarbiyalanishim bor. Und undan keyin velosipetimni remont qilman deydi. Chunki velosipetim uzun vaqtdan beri buzilib qolgan. Ani Alexen so'raydi. Was machst du am Dienstagabend? Yani seshanba kuni kechda nima ish qilsa? Am Dienstagabend. Max javob berdi. Am Dienstagabend kommen Freund. Wir kochen zusammen. Yani seshanba kuni, Dienstag, seshanba, haftaning ikkisi. Do'stlarim keldi, biz birga tamoq yeymiz. Alexen so'raydi. Yani demek ki Alex'ninki bek ko'rishkusi, paranglashkusi bor, uchrashkusi bor Max bilan. Ama Max o'zini qochiryapti herhalde. Vaqtim yo'q, ishlayman, uni qilma, buni qilma deb. Davomida bir vaqti bor bo'lamda bir ko'rib boqaylik. Und hast du Zeit von Mittwoch bis Freitag? Yani çarşambadan boshlab jumagacha. Mittwoch degan çarşamba. Freitag juma. Yani unda bo'lsa çarşambadan boshlab jumagacha vaqtim bormi? Max'in javob berdim. Leider, Absus. Yani demek ki vaqt yo'q ekan, ha? Leider, Absus. Ich arbeite von Mittwoch bis Freitag. Yani çarşambadan boshlab jumagacha men ishlayman. Yani haftada 3 kun ishlayman. Und ich habe auch andere Pläne. Hem mening boshqa planlarim bor. Yani sana vaqtim yo'q, sen bilan uchrashqim yo'q demakchi-da, uchiqlan bu yerda. Alex yana so'raydi, ha? Okay, ich verstehe. Bo'ldi, tushundim. Aber hast du Zeit am Wochenende? Unda lekin hafta oxirida vaqting bormi? Yani dushanbadan jumagacha sanab bo'lmadi, vaqti yo'q bo'ldi Maxning. Endi bu Alex yana vazgeçmay, yana so'radi. Hafta oxirida vaqting bormi deydi, ha? Aber hast du Zeit am Wochenende? Yani hafta oxiri. Da vaqting bormi deb so'radi. Max javob berdi. Nein, ich besuche meine Schwester am Wochenende. Yani yo'q, hafta oxirida vaqtim yo'q. Chunki hafta oxiri ich besuche, yani men ziyorat qilman. Kimni? Meine Schwester. Yani singlimni ziyorat qilg'il borman. Yani singlimni ko'rgil borman. Shunga shanba, yani hafta oxiri mening vaqtim yo'q demakchi ekan. Alex shuni bilan deydi. Schade. Afsus. Bu yani nachar bo'ldi yoki afsus degandek tarjima qilsak bo'ldi buni. Dann hast du fast keine Zeit für ein Treffen. Yani sening yani ko'rishadiganға, uchrashadiganға vaqting yo'q ekan
dedi. Şuna bul Max dedi. Ja, aber sicher nächste Woche. Ama kelar hafta çoğum vaqtim bar buldu deb. Yani keyingi sürdü de. Yani mening his qilganim Maxniki Alex bilan ko'rishgisi, uchrashgisi yo'qkan. Shunga o'zini qachirib ishlayman, uni qilma, buni qilma, boshqa planlarim bor deb o'zini qachiryapti. Bu dialoginingki asosiy maqsadimiz vaqtni bildiradigan so'zlarni o'rganish. Dastlabda haftadagi bir haftaning 7 kunini ko'ryaptik-ku. Endi boshqa so'zlarni ko'rib baxaylik. German tilidagi yani bir yilda 4 mavsum bor hamma tilda o'xshash, hamma dunyoda o'xshash. Yani 4 mavsumni germancha nima deymiz shuni qaraylik. Qish fasli qarasanglar, der Winter qish fasli. Yoz faslini der Sommer deymiz. Bahor fasli bo'lsa der Frühling. Kuz fasli der Herbst. Ana bir yilning ichidagi 12 oyni, birinchi oyni masalan yanvar, ikkinchi oy fevral, uchinchi oy mars, to'rtinchi oy aprel, beshinchi oy may, oltinchi oy yuni, yettinchi oy yuli, avgust, september, oktober, november, dezember. Yani bu bir yillik 12 oy. Haftaning 7 kuni qayta bir o'qiydi deyli bayamga o'xshash. Die Woche, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Bugün tünügün erta deganga o'xshash so'zlarni bir ko'rib o'taylik. Übermorgen degan o'gunlikka degan gap, ya'ni ertaning ertasi. Morgen erta degan gap, heute bugün, gestern tünügün, vorgestern ya'ni tünügünning oldingi kuni. Oldingi kun deb olamiz-ku. Amsa bu video shunchalik bo'lsin. Keyingi videoda ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh. Auf Wiedersehen.